Boy akalar, yangi bozorga turk uylariga kelganmiz. Mana shunaqa manzarasi, bu podyezddan ko'rinishi. Mana podyezi. Lift bor. Mana shu ko'rib turgan uylaring 2 xonalik. O'zining ikkita sanuzuliga ega. Remontlari yaxshi. Mana bu oshxonasi. Mana shu ko'rib turgan narsalaring uyda hamma narsa qoladi. Bu yoqda plus balkon. Mana balkon. Mana tashqi tomondan ko'rinishi. Duh kontr kotyoli bor. Ertaga balkonni xohlasalaring bunday qilib o'rab olsalaring bo'ladi. Mana shu qo'shnilarga o'xshab oyna bilan o'rab olsalaring bo'ladi. Mana kuxnyasi, bu yoqda kichkina xolodilnigi bor. Eshiklari yaxshi, pol laminat, bu tomonlar kafil qilingan, issiq suv, sovuq suv atablasi har doim bor. Mana uzun koridori. Bu yoqda mana zal, umumiy zali. Boya aytganimdek, bu turetskiy dom deyiladi. Uyning ichida hamma narsa qoladi. O'z uyning ichida ko'p narsasi ham yo'q. Shu narsasi ham hisobga olinadi. Mana. Bu tomonda alohida hojatxona, dush, rakovina. Mana bu yerda bu narsalar qoladi uyning ichida. Mana koridori. Mana yana bitta vanna xonasi. Mana bu yerda hojatxona, dushovoy va rakovina. Полностью remontdan chiqqan. Boy akalar, uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, 39.500 dollar so'ralyapti. Albatta ozgina ustidan o'tib beradigan joyi bor. Men o'zim raqamni qoldiraman, shu numaraga telefon qilsalaring, egasini ko'rishtirib, uchrashtirib qo'yaman. U savdosini o'zlaring qilasizlar.